Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlar. O'zimizga xulosa oldik, boshqa aytolmaydi. Bu ruslarning bitta gapi bor, bilsanglar. Bu ruslarning bitta gapi bor. Hazratlarga ehtiyot bo'linglar. A380 avtomobil yo'li 367-kilometrda toparlashib chiqqanimda pushaymonman, endi qaytib qaytlanmaydi. Avtoulov hamda haydovchi topilib, jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. xizmatga o'sha kuni qo'shilib qolamiz kortejga, kirganishimizdan pushaymonmiz. Hududlarda o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklar. Transport vositalarining yon oynalarini ruxsatnomasi xor etilgani aniqlanib, qani videoga olyaptilar meni. tovush chiqaruvchi moslamalar o'rnatilgani, sirenalar o'rnatilgani aniqlandi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarida Ko markazi ishga tushdi. Assalomu alaykum. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida dayjestda tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Harakat ishtirokchilarini yana bir necha marta ogohlikka chaqirishimizga qaramasdan avtomobil yo'llarida boshqa harakat ishtirokchilarining erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilib, guruh bo'lib harakatlangan haydovchilar o'zlarining qilmishi bilan ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Jizzaxda to'y marosimida guruh bo'lib harakatlangan transport vositalari haydovchilariga Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli tartibda chora ko'rildi. Harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisasidan oldini olish maqsadida bugungi kunda yo'l harakat xavfsizligi xizmati tomonidan olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan, to'y marosimlarida ayrim haydovchilar tomonidan transport vositasida guruh bo'lib harakatlanib, boshqa bir haydovchilarning ravon harakatiga xalaqit berish holatlari aniqlanmoqda. Jizzax shahrida xuddi shu kabi holat aniqlanib, yo'l harakat xavfsizligi xizmati tomonidan qoidabuzar haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksining 129-moddasiga asoslangan holda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuncha holatlarga biz profilaktika ham qilib kelyapmiz, chora ko'rilyapmiz, tushuntiryapmiz. Sabab nima? Mana shu to'yda boshqa harakat ishtirokchilari xalaqit berib, guruh harakatlangansizlar. Buning sababi nima? Yaxshi kuniga o'shanga xizmat qilib ayamiz dedik, nima bo'lishini bilmagandik. O'zimizga xulosa oldik, boshqa aytolmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, tana qismini avtoulovdan chiqarib harakatlangan yo'lovchilarga Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan belgilangan tartibda chora ko'rildi. Mamlakatimizga yoz kelishi bilan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumaniga ko'plab fuqarolar tashrif buyuradi, lekin har doim bir kasallik, ya'ni avtotransport vositalaridan tana qismini chiqarib harakatlanayotgan fuqarolarimiz har doim uchramoqda. Bu kabi qoidabuzarliklarga qarshi kurashish, ular bilan profilaktik ishlar olib borishda to'xtamaymiz. Bugungi, ya'ni holatimizda ham Bo'stonliq tumanida Spark sun'iy transport vositasi, ya'ni 3 nafar haydovchi va 3 nafar yo'lovchilar tana qismini transport vositasidan chiqarib, o'zini hayotini xavf ostiga qo'ygan. Ularning barchasi aniqlandi. Siz haydovchisiz, to'g'rimi? Fikringizni bildirib o'ting. Nimaga unaqa qildingiz? Endi o'sha kun sal bayram bo'lib, xursandchilik bo'lib chiqyotdi, shuning orqasidan bo'lib qoldi. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Yo'lovchi sifatida harakatlarni baqirib ketyapti. Nega unaqa? Bizlar bilmagandik, unaqa narsa bo'lishini, qilgan ishimizdan pushaymonmiz, boshqa qaytarilmaydi. Ushbu holat bo'yicha haydovchi va yo'lovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi.
va har biri bilan o'zlaridan xulosa chiqarganligi bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Navoiyda davlat raqam belgisini o'zgartirgan haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Navoiy viloyatidan Toshkent shahriga harakatlanib ketayotgan mana bu Gentra rusumli transport vositasining davlat raqam belgisi o'zgartirilgan. Aslida davlat raqam belgisi 85J 225DA bo'lgan. Avtomashina haydovchisi ushbu holatga shunday izoh berdi. Toshkentga majbur borishim kerak bo'lib qoldi. Masalan, doktorga tushganimda shunga majbur bo'lib qoldim. Har bir borib kelganimda qadarlar kelaverganga, lekin ko'p tushganman. Birortasini nima qilmaganman, vaqtga to'laganman. Keyin shu holatga qaytib tushmay, xarajatlarim ko'paymasin degan maqsadda nomor yopib, xato ish qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Eshitganimdan o'zim keldim. Boshqalarga ham tavsiya etmayman. Toshkent shahrida bo'lgan fuqaro zudlik bilan chaqirtirilib, avtoulovi jarima maydoniga joylashtirilgan holda holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasi 2-qismi bilan bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar qonuniy baho berish uchun Navoiy shahar sudiga yuborildi. Haydovchiga mazkur xatti-harakatidan o'z vaqtida xulosa qilishi, jamiyatda o'rnatilgan qonun qoidalarini hurmat qilishi va ularga amal qilishi yuzasidan tushunchalar berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni bir vaqtda sodir etgan soxta qahramonning harakatlari shov-shuvga sabab bo'ldi. Buxoro viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlanishicha, ijtimoiy tarmoqning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni voyaga yetmaganligi, u otasiga tegishli transport vositasida harakatlanib, mana shunday qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib, ijtimoiy tarmoq sahifalariga joylaganligi ma'lum bo'ldi. Xohlasam bir deganda mana bu yo'ldan ketayotganmisan, bir deganda boshqa yo'lda o'zgartirib beraman. Menga xoh qo'y, qiziq emas hech narsa. Bu ruslarning bitta gapi bor, bilsanglar. Bu ruslarning bitta gapi bor. Kalitni qarovsiz qoldirmanglar. Farzandlaringizga ehtiyot bo'linglar. Kalitni qo'yib ketib, mana bunaqa ishlarni qilibdi. Biz kechirim so'raymiz. Bundan keyin o'zlab ehtiyotroq bo'lamiz. Bu ish qaytib takrorlanmaydi. Hech kimga maslahat bermayman. Mana mashina jarima maydonida. Qadrli yurtdoshlar, hurmatli haydovchilar va ayniqsa ota-onalar, hech qachon voyaga yetmagan farzandingizni qarovsiz qoldirmang va transport vositasini kalitini ishonib topshirmang. Zero yo'llarda har qanday holatda ko'ngilsiz holatlar yuz berishini biz amaliyotda juda ko'p marotaba guvohi bo'lganmiz. Shunday ekan, qonun ustuvor jazo muqarrarligi albatta har qanday holatda ta'minlanishini yana bir bor eslatib o'tamiz. Buxoro viloyatining Gazli cho'l hududida davlat raqam belgisini o'zgacha uslubda berkitib harakatlangan haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Raqam belgisi ko'rinmayaptimi? Ko'rinmaydi ham. A380 avtomobil yo'li 367-kilometrda Cobalt avtomashinasi o'zgartirib tushirib, radarlardan tushmaslik maqsadida tezlik haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qoidabuzarlik yuzasidan haydovchiga yuzlanadi. Nima maqsadda bunday davlat raqam belgisini yashirib harakatlanyapsiz, hurmatli haydovchi? Mashina olgan paytida ushlab. Va sizni sog'ligingizdan ham, sizni hayotingizdan ham muhimmi shunday davlat raqam belgisini yashirib harakatlanishing? Albatta, qoidabuzarliklar bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rib, avtomashina jarima maydoniga yetilmoqda. Haydovchilardan qoida buzmasdan yo'l harakatiga amal qilib, harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumani ko'chalarida guruh-guruh bo'lib harakatlangan haydovchilar transport vositasi salonidan tana qismlarini chiqargan yo'lovchilarga belgilangan tartibda chora ko'rildi. Qo'pol bo'lib harakatlanib, kechki yo'lga olib chiqqan qoidabuzarlar aniqlanib, Mo'ynoq rayoni
ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi to'poloni tarafining charalar ko'rilib, avtomashinalar vaqtincha saqlash jarima maydonchasına erkildi. Men Ismoilov Alisher o'zimga tegishli bo'lgan 95 M505 HH bo'lgan partiyali bo'lgan mashinani bitiruvchilar xizmatini seyilni chiqdim. Toparlash chiqqanimda pushaymonman, endi qaytib qaytlanmaydi. O'zimga tegishli bo'lgan Tracker avtomobilimen bitiruvchilarning peshki seyilni chiqib toparlashib harakat qildik. Bu ismdan pushaymonman, qaytlanmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab Tracker rusumli transport vositasi tunda qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchi aniqlanib, jazo muqarrarligi ta'minlandi. 2025-yil 24-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Tracker rusumli 30Y006 AA davlat raqam belgili avtomashinasi Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab qo'pol qoidabuzarliklarni sodir qilganligi yuzasidan video tarqalib chiqdi. Ushbu video yuzasidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomashina topilib, hozirgi kunda ushbu avtomashinasi jarima maydonchasiga qo'yilib, haydovchiga nisbatan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Hurmatli haydovchi, nima sababdan siz transport vositasini haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib, qo'pol qoidabuzarliklar sodir qilib, transport vositasini boshladingiz? Sabab qiziqqanim va jaydan qo'rqib, qarama-qarshi yo'lga adashib ketdim. Hozirgi paytda ayrim yosh haydovchilar tomonidan nikoh to'yi marosimlarida qo'pol qoidabuzarliklar, yo'l bezoriliklarini sodir etib harakatlanish holatlari ko'plab yuzaga kelmoqda. Shu holatlardan biri Samarqand tumani Rustam mahalla fuqarolar yig'ini hududida o'tuvchi yo'lda nikoh to'yi marosimida ushbu Nexia 2 rusumli avtoulov haydovchisi transport vositasini davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib olib, turli ko'rinishdagi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib hamda yo'l bezoriligini sodir etib avtomashina boshqarganligi sababli ushbu avtoulov hamda haydovchi topilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10 moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, nima sabab bo'ldi? Davlat raqam belgilarini yechib olib, ushbu qo'pol qoidabuzarlik, ya'ni yo'l bezoriligini sodir etib avtomashinani boshqarishingizga. Yo'lam zaksda edi, nomerini yechib, yoshlik qilib drift qilib qo'yibmiz. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Mana o'zingiz aytyapsiz, nikoh to'yi marosimida zaksga shunaqa qoidabuzarlik sodir etdim deyapsiz. O'sha paytda biron bir ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda nima bo'lardi? Pushaymonman, boshqa haydovchiliklarga ham qilmanglar deymiz. Barcha haydovchilardan bu kabi holatlardan o'zlariga kerakli xulosa chiqargan holda yo'llarda haydovchilik madaniyati va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda transport vositasi boshqarishlarini so'rab qolamiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida to'y marosimida bir guruh haydovchilar yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari uchun xavfli tarzda avtomobil boshqarib, ushbu harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilishgan. ...2025-yil 21-iyun kuni mana shu bo'lib o'tgan kortejga qo'shilib qolganmiz. Avvalambor biz bu narsani bilmagandik, takrorlanmaydi bu narsa. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Bu narsani hech kimga tavsiya qilmaymiz. Yo'l qoidalariga amal qilamiz. 21-kuni mana shu mashin bilan to'y kortejiga qo'shilib qoldik. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Qaytib takrorlanmaydi. Boshqalarga ham tavsiya qilmaymiz mana shu ishlarni takrorlanishiga. Og'aynimda to'y bo'lganda o'sha to'yga borgandik, kortejga bilmay qo'shilib qoldik. Og'aynilarim tanasini chiqargan ko'rmay qolibman. Qilgan ishimizdan pushaymonman, boshqa takrorlanmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman, kortejga qo'shilib qoldik. Ikkinchi qaytarilmaydi. 21-kuni o'rtog'imizni to'yiga zaksga chiqib, yo'l qoida buzarligini qilib qo'ydik. Boshqalarga bunaqa qilmasligini tavsiya etamiz. Qilgan ishimdan ming marta pushaymonman.
Xizmatga o'sha kuni qo'shilib qolamiz kortejga. Qilgan ishimizdan pushaymonganmiz. Uzr so'raymiz. Yoshlarga tavsiya qilmaymiz buni. Yoshlar ham buni qaytarmasin. To'yga keldik, aka-uka ikkov. Men bilmagandim, yo'lni chetiga to'xtab turdim. Bunaqa voqeamni huquqbuzarlik sodir bo'ladi bilmagan holatda o'zim bu kortejga qo'shilganman. Qilgan ishimdan pushaymonman. 21-kuni ZAGSga borgandim. Kortejlarga qo'shilib qoldim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa qaytarilmaydi. Qolgan haydovchilarga buni tavsiya qilmayman. Ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishgan avtomashinalarning barchasi jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarga nisbatan esa belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Kelgusida shu kabi hodisalarni oldini olish maqsadida mahalla faollari, nuroniylar, to'y marosimining egalari mahalla yettalik ishtirokida tanqidiy muhokama etildi. Shuningdek, hafta davomida Toshkent shahar ko'chalarida soxta davlat raqam belgisi va sirena o'rnatib harakatlangan haydovchi aniqlandi. Malibu transport vositasi harakat vaqtida o'zida shubha uyg'otganligi sababli Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlari yordamida to'xtatilganda quyidagilar aniqlandi. Bugungi xizmatimizda Mustaqillik shoh ko'chasi Hamidonjon metro qarshisida Malibu avtolovi 01810 LL avtolovi to'xtab tekshirilganda, ya'ni davlat raqam belgisi soxtaligi aniqlandi. Ya'ni o'zga usullarda boshqa davlat raqam belgisi taqilganligi aniqlanmoqda. Bu bo'yicha ya'ni ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Labovoy sirena ratsiya borligi ham aniqlandi. Bu bo'yicha qonuniy chorasi ko'rilib, haydovchini tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilyapti. Transport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda qayta jihozlardan tashqari yana 2 juft davlat raqamlari yukxonasida mavjud ekanligi aniqlandi va tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Shu o'rinda barcha harakat qatnashchilaridan belgilangan qonun va qoidalarga amal qilib harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati inspektori avtomobil oynasiga qisilib qolgan bolaga yordam bergan holati aks etgan video tarqaldi. Joriy yilning 24-iyun kuni soat 17:00 larda Farg'ona viloyati Buvayda tumani hududidan o'tgan A373 avtomobil yo'li bo'yida joylashgan savdo shoxobchasiga savdo qilish uchun to'xtagan Nexia 1 rusumli avtomobil haydovchisi avtomobilda bo'lgan voyaga yetmagan 2020-yilda tug'ilgan o'g'lini qarovsiz qoldirgani uchun o'g'li ehtiyotsizligi oqibatida avtomobil oynasini yopib yuborishi natijasida qisilib qolgan. Shu joyda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Azimjon Xalifayev holatni ko'rib qolgan va avtomobil oynasini sindirib, voyaga yetmagan bolaga yordam ko'rsatib, hayotini saqlab qolgan. Do'kon oldiga kelib to'xtab, suv olib chiqamiz deb kirib ketdik. Mashinani qulflaganmiz, zavat holatda qolgan edi, yurgizgan holatda. Katta trassalar uchun farzandimiz tushib ketmasin, mashinadan tushib ketmasin deb zavatni kirib ketaverdik. Qulflab, oyna qisib qoldi. Shu orqamizdan kelib qolgan GAI xodim akamiz shu yordam berdi. Ularga kattakan rahmat aytamiz, minnatdorligimizni bildiramiz. Yuqoridagi holatlardan barchani ogohlikka chorlab, voyaga yetmagan bolalarni avtomashinada qarovsiz qoldirmaslikka va ehtiyotkorlik choralarini ko'rishga chaqiramiz. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida nazorat reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Qo'qon shahar maxsus reyd tadbiri davomida to'y tadbirida guruh bo'lib harakatlangan Tracker rusumli avtomashinasi vaqtinchalik saqlash uchun jarimaga qo'yildi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu Gentra rusumli avtomashina Qo'qon shahar hududida to'y marosimida guruh bo'lib harakatlanganligi sababli tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda jarima maydoniga qo'yildi. Qo'qon shahar maxsus reyd tadbirida xizmat olib borayotgan vaqtimda to'y tadbirida guruh bo'lib harakatlangan 01223 daqiqa Malibu rusumli avtotransport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib kelindi. Boshqa transport vositalari kabi ushbu BMW rusumli transport vositasi ham Qo'qon shahrida to'y tadbirida guruh bo'lib harakatlanganligi uchun yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yildi va haydovchiga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.
ushbu transport vositasini to'xtatib tekshirilganda transport vositalarini yon oynalarini ruxsatnomasi xor etilgani aniqlanib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Qora rangli Gentra rusumli avtomashina to'xtatib tekshirganimizda me'yoriy hujjatlarda kamchilik bo'lgani sababli tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi hamda jarima maydoniga harakatlanyapti. Qani, videoga olyaptilar meni. Qo'qon shahrida ushbu Onex rusumli transport vositasini yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatib tekshirilganda haydovchi hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib transport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. Bundan tashqari transport vositasini ikkala yon oynalarini ruxsatsiz qoraytirib, ya'ni tonirovka tortib olganligi aniqlandi. Shu sababli transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yilmoqda. Matiz rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda tegishli ruxsatnomasi qayta jihozlar o'rnatilgani hamda tovush chiqaruvchi moslamalar o'rnatilgani, sirenalar o'rnatilgani aniqlandi. Qo'qon shahrimizda maxsus reyd tadbiri davomida ushbu avtotransport vositasi to'xtatib tekshirilganda uning dvigateliga ovoz kuchaytiruvchi moslama o'rnatilganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtotransport vositasi jarima maydoniga qo'yilmoqda. Qora rangli Gentra transport vositasi to'xtatib tekshirilganda me'yoriy hujjatlar to'liq taqdim qilinmaganligi sababli haydovchiga qonun doirasida chora ko'rildi va hamda vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirilyapti. Joyda ekan, oqa yo'lni yaxshi yetib oling. Amir Temur Shoh ko'chasida o'tkazilayotgan tungi reyd davomida Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatilib, yukxonasi ko'zdan kechirilganda hamkor xizmatlar bilan yukxonani ichki qismida tig'li jism borligi aniqlandi. Holat yuzasidan hududiy profilaktika inspektori hamda patrul post xizmat xodimlari tomonidan kerakli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilyapti. Siz uchun tashkil etilgan yer osti yo'lini kesib o'tish qismidan foydalanishingiz. Lekin mana biz qarab turibmiz, siz yo'lni belgilanmagan qismlardan kesib o'tyapsiz. Bu yerdan taksiga minib ketishim kerak. Yerdan narsa tushasiz, xavfsiz o'tib ketasiz. Aradan tushasiz, bemalol taksiga o'tiraverasiz. O'zingiz ham xavfsizligingiz kerak, to'g'ri? Birontasi ko'rmasdan bir turtib qo'ysa nima bo'ladi? Sizga savol, piyodalar yo'lni qaysi qismidan kesib o'tish kerak? Zebra chizig'idan, yer osti yo'lidan, yer usti yo'lidan, to'g'rimi? Bilasiz, lekin bilsangiz ham shu narsaga amal qilmaysiz. Sizga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'riladi. Hurmatli yo'ldoshlar. Mana sizni yoshingizni hurmat qilib, inobatga olib, sizga bir safar ogohlantirish beramiz. Sizdan iltimos. Bundan keyin mana tunnelimiz bor. Mana tunneldan o'tasiz. Qarang, eng qulay taraf shundan iboratki, 4 ta tomondan chiqsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bu tomondan, xohlasangiz bu, xohlasangiz narigi tomondan. Sizdan iltimos, yoshingiz ulug', biz ham sizni yoshingizga yetqazsin, ehtiyot bo'ling. Ashib ketibman, o'zir shoshibman. Belgilanmagan joydan o'tmoqchi bo'ldim. Belgilanmagan harakatlanyapsiz. Bu sizning hayotingizga rahna soluvchi bir omillardan bittasida, chunki yo'lni belgilanmagan qismdan o'tish. Shundaysa, yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan o'zir boshqa berildi.
ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Boshqa xatti-harakat takrorlamang, hurmatli guvohlar. Shoshganligingiz yo'l transport hodisasiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bu markaziy dehqon bozorimiz, mana ko'ryapsizmi, transport vositasining oqimini ko'ryapsizmi, qanchalik ko'p. Mana shu sizni aynan siz kabi piyodalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida shu kabi yer osti yo'lini kesib o'tish qismlar tashkil etilgan, lekin nimaga unumli foydalanmayapsiz? Bir vaqtning o'zida ikkita qoidabuzarlik sodir etyapsiz. Birinchisi, siz yo'l harakat qoidasining 17-bandini o'zi belgilamayapsiz. Harakatlanish. Ikkinchisi, 19-bandiga ham amal qilmasdan inson fikrini chalg'ituvchi vositadan foydalanib ketyapsiz. Uzr, anavi Atılmaydı, banitsaga onam chiqib qoldim, bunlar o'zim. Tushunaman. Banitsaga, kasalxonaga boryapman deyapsiz. Kim bemor ko'rgani boryapsizmi? Xo'p, o'sha bemorga o'zingiz aylanmasligingiz uchun yo'l harakat qoidasiga siz birinchi navbatda rioya qilishingiz kerak. Bu harakat qoidasiga rioya etgan holda yo'lni aynan piyoda uchun belgilangan yer osti qismidan kesib o'tyapsiz. Shunday. Qanday sharoitlar qanday ekan? Zo'r. Hammaga rahmat, shunaqa narsa qilinganda. Odamlar mana bexavf yuribdi. Ham ko'ngli ochilib, anaqa qilib, bemalol shuncha sharoit qilganiga rahmat. Sharoit juda yaxshi qilingan, ko'rib juda bir xursand bo'ldim. Odam xavfsizlikka yaxshi e'tibor qilinganda, o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun yer osti yerlardan o'tish kerak. Eng muhimi fuqarolarning xavfsizligi o'ylangan holda qilingani uchun juda bir anaqa maqsadga muvofiq bo'lgan. Bu yer osti anaqa yo'llari ko'paygani uchun ham xursandmiz. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilishini tavsiya beraman. Belgilanmagan joylardan o'tishni maslahat bermayman. Chunki oxiriga xato bu umriga nuqta qo'yishi mumkin. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ushbu tadbirlar respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotganligini ma'lum qilib, sizlarni yana bir bor ogohlikka chorlaymiz. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining hududiy boshqarmalarida ko'l markazi ish boshladi. Endilikda sizlar mazkur markaz orqali qoidabuzarliklar bo'yicha rasmiylashtirilgan bayonnomalar, jarima miqdori, chegirma muddati hamda avtomatlashtirilgan foto va video qayd etuvchi moslamalar orqali aniqlangan holatlar haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Fuqarolar, ayniqsa haydovchilar uchun yaxshi yangilik. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markazida call center faoliyati yo'lga qo'yildi. Assalomu alaykum. Navoiy viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markazida ishlaman. Endilikda siz 95 603 71 42 95 603 71 45 telefon raqamlariga murojaat qilish orqali sizga nisbatan qoidabuzarlik uchun rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar, bayonnomaga belgilangan jarima miqdori, chegirmalar muddati, maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish qurilmalari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar bo'yicha va boshqa shu kabi savollarga call centerda faoliyat olib borayotgan xodimlar orqali ma'lumot olish imkoniyatiga egasiz. Call center xizmatidan foydalaning hamda masofadan turib sizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga eng ko'p kelib tushayotgan savollardan biri bu transport vositasini qayta jihozlash tartibi bo'yicha bo'lmoqda. Endigi lavhamizda shu bo'yicha batafsil ma'lumot bilan tanishing. Avtomashinamni qayta jihozlamoqchiman. Tartibi qanday bo'ladi? Qonunchilikka ko'ra avtotransport vositasini qayta jihozlashga ruxsat olish uchun license.gov.uz axborot tizimi, O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali bazaviy hisoblash miqdorining 30% miqdorida davlat boji to'lovi asosida ariza yuboriladi. Bunda fuqarolar 284 ta qayta jihozlash turlari bo'yicha bir turdan boshqa turga qayta jihozlash uchun murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Yuborilgan arizalar yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan 10 kun muddatda ko'rib chiqiladi. Damas rusumli avtomobilimga metan gaz o'rnatmoqchiman. Bu uchun ham 10 kun kutamanmi? Uz Avtosanoat aksionerlik jamiyati tomonidan respublikamizda ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan ommabop Damas, Spark, Lacetti, Nexia, Onyx, Cobalt kabi avtomobillarga ularning zavod ishlab chiqaruvchi tomonidan qo'yilgan VIN raqamiga asosan siqilgan tabiiy gaz, metan va suyultirilgan neft gazi, propan o'rnatishga ruxsatnomalar tizim orqali avtomatik ravishda
ruxsat beriladi. Xorijda va boshqa rusumdagi avtotransport vositalariga gaz moslamalarini o'rnatishga ruxsatnoma berish umumiy tartibda ko'rib chiqiladi. Avtomobilim eski, qayta jihozlasam bo'ladimi? Ishlab chiqarilganiga 20 yildan oshgan transport vositalarini qayta jihozlashga ruxsat etilmaydi. Transport vositalari kuzovi va dvigatelini almashtirish bundan mustasno. Migalka va sirenaga ham ushbu tizim orqali ruxsat olsa bo'ladimi? Bunday moslamalar uchun maxsus xizmatlarga, ya'ni tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, avariya qutqaruv, huquq-tartibot idoralari va boshqa kechiktirib bo'lmas vazifalarni bajaruvchi tashkilotlarga ruxsat beriladi. Jismoniy shaxslarga tegishli avtomashinalarga migalka va sirena o'rnatishga ruxsat berilmaydi. Avtomobil farasini yoki g'ildirak o'lchamlarini o'zgartirmoqchiman. Ruxsat bormi? Tashqi yoritishlar soni, turi, joylashuvi va ishlash tartibi, shuningdek boshqa tarkibiy qismlari transport vositasining konstruksiyasi talabiga mos kelishi, ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan konstruksiyasida ko'zda tutilmagan tarkibiy qism elementlarini almashtirish va qo'shimcha o'rnatish taqiqlanadi. Demak, faqat ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan ko'zda tutilgan yoritish vositalari va g'ildiraklarni o'rnatilishiga ruxsat etiladi. Hurmatli fuqarolar, qayta jihozlash uchun belgilangan davlat bojidan ortiqcha to'lov evaziga ruxsatnoma olganlik holatlari bo'yicha xabarlar kelib tushmoqda. Yuqoridagi kabi holatlarni oldini olish maqsadida sizlar o'zingizga tegishli bo'lgan smartfon, uyali aloqa vositangiz yoki shaxsiy kompyuteringizdan license.gov.uz axborot tizimi orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoxud davlat xizmatlari markazlari orqali o'zingiz hozirgi kundagi 112.500 so'm davlat boji to'lovi asosida boshqa ortiqcha to'lovlarsiz ariza yuborishingiz va 10 kunlik muddatda texnik talablarga mos kelgan taqdirda ruxsatnoma olishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. Sizlarga tez va sifatli xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnoza Rajabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari har qanday ob-havo sharoitida tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini aslo unutmang. Hafta davomida sizlarga a'lo kayfiyat, xavfsiz va ravon yo'llar hamroh bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.